أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. Biz o'tganda tavofni oxirlashtirib qo'ygan. Tavof tugagandan keyin tavofni biz shu rukniga kelib, Hajarul Aswadning uduliga kelib, salom qilib oyoqlashtiramiz dedi. Tavofni oyoqlashtirgandan keyin maqomi Ibrohimga kelib, 2 rakat namoz o'qiydi. Hanefi mazhabning qarashida farz bo'lsin, nafl bo'lsin, tavof qilgandan keyin orqadan 2 rakat namoz o'qish vojib. Buni haramda o'qiydi, maqom Ibrohimda. Bu yerda o'qiolmay qolsa, haramning ichida qayerda bo'lsa o'qiydi. Bu yerda o'qiolmay qolsa, haramning sirtida o'qisin bo'ldi. Bu hozir Hanefi mazhabining qarashida vojib li g'ayrihi degandek. Ya'ni tavof bo'lganlik uchun o'qilgan namozdir. İmam Ahmed'nin bir qarashida shunda vojib, Shafiy mazhabining bir qarashida shunda. İmam Malik vojib tavof qilib qolsa, farz tavof qilib qolsa, shuning oxirini 2 rakat o'qish vojib degan. Naflning keyin o'qish yo'q. Jumhur ulamolar sunna muakkada deydi. Ya'ni shu umrda 2 rakat namozni o'qimay qolsa, umri to'g'ri bo'laverdi deb qaraydi. قال أو حيث تيسر من المسجد وهي واجبة. مقام إبراهيم عادتبك بس قول كذا. يا قسطان سلطة أقيم ما يقاسا مسجدنا. قاستر برب أقص بلده. أولدرب قلب شفت قاسا أرمنا سرطة بجار أقيم. مقام إبراهيم. أينكنا شدا برتاش. Aşu İbrahim Aleyhisselam Allah Teala'dan şu buyrukunu tapşırıp alğan çağda müşterike Kabe'ni bina qil deb buyrukunu tapşırıp alğandan keyin İsmail Aleyhisselam'ın yardımcısı bilan Kabe'ni sağgan. Kabe'nin timsal o'rlab bo'y yetmaydigan bo'lgandan keyin bir rivoyatda İsmail Aleyhisselam, bir rivoyatda İsmail Aleyhisselam'ın ayli ya anasi shu toshni ekib bergan. Shuningga dastlab turib qishni qo'ysa, İsmail Aleyhisselam qishni sunib turgan. Shunda ustidan tamni qo'pirib, hamma tarafdan bir aylanib qishni qo'yib qo'ygandan keyin bu qish ashada qolib qolgan. Maqom Ibrohim. Bu qish aslida yumshoqroq qish bo'lsa, Ibrohim alayhisalom shuni qilgan chaqda putining izi chiqib qolgan. Bunda bisib ketgandek. Yak bu hamda Alloh taoloning bir oyati desak, mo'yinda bir izi chiqib qolgan. Aslida bu tosh Kabe'ga shunda yaqin, chaqlashib turgandek holat ketdi. Kabe'ning darvozasining biqinida. Hajarul Aswad rukni bor, undan keyin multazam, undan keyin darvozaning qishida Hijr Ismoilga qadar oraliqda tushadi. Keyin salab kelib, uni ixtib matraqrak ekib qo'ydi degan rivoyat bor. Bu shu jahiliyatdan tortib, Payg'ambar sallallohu tortib shunda batdir. Mashhurdir. Tashningki kengligi 50 santa. Uzunluğu 50 santa, egizligi 50 santa turadi. Shuning uchun qilgan ko'pparcha tashin. 2 futning izi bor. Lekin 2 futning izi barmoqlaringizlar chiqirlab, shunda 20-30 santa o'raklab ketadi. Nima uchun desa, burun qila, bunga zamzam suyini quyib, qo'lda shunda qo'lni suvab, qo'lni surtdi, degandan keyin cho'nqirlab noqdi. Ba'zi rivoyatda shu toshning ustida turib chaqirib qilgan. Yani Allah Teala İbrahim Aleyhisselam Kabe'ni bina qilib bo'lgandan keyin bütün haloyiqqa jakalığın Kabe tutdi. Ezkasini Allah men mushu cho'lda turib to'lsam ovozini kim anglarsa sen to'laysa yetkazish bizdan. Eyyuhan nas kataballohu alaykumul hajja fahujju deb to'lgandan keyin Allah Teala shu chaqda bütün insonlar hatta to'lmagan türelmegen insanlarını şu ata-bobolarının aslablik çağında şunu yetkizdi. Şu çaqırıqqa levey deb kelganlar ejke keldi şu. Şu lebbey kelgan levey bi Allah levey deb bilimiz var. Ferman berderman degan. Aslının çaqırıqqa İbrahim Aleyhisselam arqılar qilgan çaqırıqqa men tayyor deb yugurib keldim deydi iborat. Şu çaqırıqqa qilgan chaqda mush tashning ustida turib qilgan degan rivoyat bor.
Şu bina qilgan vaqtidan bu ikkilan shu oyatga kelgan bo'yicha "Yarfa İbrahimul qavaida minal bayt va Ismoil robbana taqabbal minna" mush oyatlar shuni bayon qildi. Ba'zi rivoyatlarda Hazrat Umar buning o'rnini yutkigan. Kabe'ga chaqlashib turgan bo'lgan ekan, shunda chaqlashib turgan Kabe o'yinini versam yo'da xalqlar jig'ilib tavob qilganlar qisib ketgan deb Hazrat Umar yutkigan degan rivoyat bor. Rasululloh yutkigan degan rivoyat bor. Lekin Hazrat Umarninki digini bo'yicha tushgan oyatlar qatoridan Hazrat Umar bir nechasini sanagan. Mesela hijab muqam bo'lsa, hijab oyat tushgan. Ya Rasululloh, shu maqom İbrahimni biz namozga qilib olsak, namoz o'qiydigan qilgan bo'lsak, taxidu min maqom İbrahim musallat oyat tushgan. Shunda muvaffaqat Umar deb Umarning diginidek ya arzu qilgandek tushgan oyatlar qatorida shu oyat bor. 1954-yilda Misrdagi mashhur ulamolardan Şeyh Muhammed Mutawalli Sha'rawi Madinada kulliyat shariada Misrlik bir qancha sabdashlar bilan mudarris qilayotgan vaqt. Shu chog'da maqomi İbrahimni hozirgi o'rnidan oxirroq tortib tavob qilgan maydonni kengaytimiz. Ma'da odamlar yig'ilishib, to'plashib, tavobga tutilish ekan deb qistanchilik paydo qilgan. Ba'zi odamlar o'lib ketganda silkib ketish bo'lg'achqa Saudiya Arabistonining ulamolari podshohga bir taklif berib, shu maqom İbrahimni oxirga ta'sis qilgan ekan, podshoh ma'qul kelgan. Ma'qul kelib, oxirroq tarafda shu maqom İbrahimni qo'ydigan o'rinni, tabiiy kapdak yoki bunda kapdak bir narsani tayyorlab nima qilayotgan chog'da Shayx Sha'rawi rahmatullohi alayhi shu Kabe'da namoz o'qitdi. Maqom İbrahimni qishda boshqalarning buni o'tkaydi, 5 kundan keyin o'tkamoqchi degan gapni anglab qo'ygan. 5 kun qolgan shu chog'. Oxirda qancha qo'ydigan shu narsani yasab qilgan vaqtga shu chog' anglablan Misrlik amralarga bu qanday bu maqom İbrahimni o'tkazib bo'lmaydi, buningga fikr berish lozim desa, boshqa amralari bizni nayigil qo'y. Bu shunda bir e'tiroz bildirib, fikr qilsak, hammadan ishdan qo'lg'otdi degandan keyin Shayx Sha'rawi shu chog'da 5 bet qilib bir telegram yo'llagan podshoh. Bu chog' telegramni va qimmat 5 betlik telegramni 2 oylik maoshi yo'llaydi. Yo'llab Rasululloh sallam qo'yib qo'ygan o'rin bu. Rasululloh o'tgan bo'lsin, ya o'tkashga buyurgan bo'lsin, Rasulullohning o'tkash haqqi bor. Shariat o'tkagan zot shu, lekin boshqalarning buni o'tkazsa bo'lmaydi. Bu shariatga xilof. Fihi ayatun bayyinat maqom İbrahimga buni jirab o'tkazsa bo'lmaydi deb shu chog'dagi podshoh Saudul Faysalga telegram yo'llagan ekan. Podshoh ulamolardan bir guruh tashkillab Misrlik bir olim shu shariat xilof dedi, sizlar suhbatlashinglar. Agar shariat xilof bo'lsa o'tkamaymiz degandan keyin bu hay'at tashkillanib Shayx Sha'rawi bilan suhbat o'tkazgandan keyin Shayx Sha'rawi buni qanoatlantirgandan keyin bo'ldi, o'tkamaymiz deb plan bu burunqi yasagan yangi o'rnini elitib maqom İbrahimni o'sha aynakning ichida o'sha hozir holatida qilib yasab qo'ygan. Altın meseleler müstahkem qilib shunday yasab qo'yib, hammadan ko'rdigan, lekin o'rnidan medilatmay qo'yib. Bundan keyin bu maqom İbrahim shu ayatul bayinatning qatorida. Alloh taolo buni ashada Alloh taolaning qudrati va taqdirini namoyon qilgan İbrahim al-Khalil alayhisalomning bir izi sifatida ashada qoldirib ketgan. Fihi ayatun bayinat maqam İbrahim. Şu ayatul bayinatninki birisi maqam İbrahim'miş. Qala sallallahu aleyhi ve sellem li yusalli ta'ifu li kulli usbu'in rak'atayn. Tavaf qiluvchi har 7 tavaf uchun 2 rakat namoz o'qisin. Usbu degan sabata ashvaq. Bu hadismi vojiblikni ko'rsatadi. Buyruqqa وقيل في تفسير قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مش آياتنا تفسير ده إنه ركعتا الطواف إنه اگر إنه من أي نبقى الله ركعتي الطواف تسكت يعني تفسير ده يعني ركعتي الطواف يعني طوافن شكركته ده تفسير قلندر
innahu desek innahu rak'ata at-tawaf. Maksada rak'atay deb qo'ydi. Ana Hanifi mazhabiningki mush 2 rakat namozning vojib ekan dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda har 7 tavafdan namoz o'qi, 2 rakat namoz o'qi degan buyruq vojib qildirdi. Ikkinchisi mush oyatdagi buyruq vattaxidu min maqami Ibrohim musalla. Mush oyatda 2 rakat namozni o'qing degandek bir buyruq bor. Hazrat Jabirning hadisi Sahih Muslim'dagi faramala talatan va masha arba'an thumma nafada ila maqami Ibrahim fasalla faja'ala al-maqama baynahu va baynal bayt. Bundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu chaq namoz o'qib shu oyatni o'qitgan. Vattaxidu min maqami Ibrahim musallar. O'zi amali o'qib ko'rsatgan. Ya'ni shu oyatni amali ijro qilganligini oyatni o'qigach namoz o'qib ko'rsatgan. Undan keyin o'sha vojiblikni ko'rsatdi demoqchi. Yani eşya namoz o'qig'ini Rasulullohning Alloh taolaning vattaxidu min maqami Ibrahim musallar degan buyrug'ini ijro qilgan deb ko'rsatgan. Jumhur ulamolar sunna muakkada deb qaraydi. Va yaqulu aqibaha ashkirka namoz o'qib bo'lgandan keyin shunda duo qiladi. Allohumma hada maqamul a'id bika minan nar. Ey Alloh, do'zax o'tidan panohlish uchun o'zlaridan panoh tilguchininki turishidir. Faghfirli dunubi. Shunga gunohlarimni mag'firat qilsizlar. Innaka antal g'afurur rahim. Bunda duo qiladi. Bu yerda belgilangan duo yo'q dedi. Ba'zi o'rinlarda kelsin, lekin ko'pinchisi sahoba va tabiinlarning va salaflarningki yoki shunda ulamolarningki yaxshi mazmunli duolardan iborat. Qala thumma yastalimul hajar. Undan keyin Hajarul Aswadni tutadi, silaydi. Ya'ni shu har tavafni boshlashda bir qatimdan tutdi, ishorat qildi. Ikkiga o'qib bo'lgandan keyin yana Hajarul Aswadni o'qib kelib Allohu akbar deydi. Yoki tutadigan bo'lsa tutadi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam istalamahu ba'da rak'atayn. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkiga namoz o'qib bo'lgandan keyin Hajarul Aswadni tutgan yoki ishorat qilgan. Bu rak'ata at-tawafdan keyin maqomi Ibrohimda namoz o'qib bo'lgandan keyin Hajarul Aswadni istilam qilish sunnat qatoridir. Yani namazdan keyin Hajarul Aswadning qishi qaytib berib istilam qilib mumkin bo'lib qolsa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunda qiyganligi sayyidis kelgan. Rawa Muslimun an Jabir radhiyallohu anhu qala hatta atayna al-bayta ma'ahu istalama ar-rukna faramala thalathan wa masha arba'an thumma raja'a ila ar-rukni fastalamahu thumma kharaja min al-bab ila as-safa. Sayyidis bakiman. Qala wa yakhruju ila as-safa. Hajarul Aswadni istilam qilgandan keyin Safa tag'i tarafga chiqdi. Min ayyi babin sha'a. Qaysi darvozadan chiqdi? Hozir darvozam yo'q. Shunda tutash bo'lib ketdi. Burun darvoza bor. Hozir Safa tag'imi aramning ichiga ketilib ketdi. Wal awla an yakhruja min babi Bani Mahzum ittiba'an lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavaf qilib maqom Ibrahimda kirgan namoz o'qib istilam rukni qilgandan keyin Safa tag'iga chiqqan. Chiqishda Bani Mahzum darvozasidan chiqqan dedi. Hozir u darvozalar yo'qib ketdi. Lekin qaysi tarafdan chiqsa bo'lardi ana bu mazhabda. Agar shu darvozaning o'rnini bilsa, Rasululloh chiqqan darvozaga mushrat chiqsa, shu yaxshi. Wali'annahu aqrabu ila as-Safa. Chunki shu darvoza Safa tag'iga eng yaqin. وهو الذي يسمى اليوم باب الصفا. Bugün kunlarda o'sha muallif yashagan davrda bab as-Safa deb ataldi. Yaqin zamonlar qadar shunday atalgan bo'lsa, haramni kengaytirib, u darvozani yo'qotgan bo'lsin. Qala fa yas'adu alayhi. Ashu Safa tag'iga chiqdi. Va yastaqbilu al-bayta va yukabbir. Safa tag'iga chiqqandan keyin Ka'baga qarab turib takbir aytdi va yarfa'u yadayhi. İki qo'lni ko'tarib duo qiladi. Va yuhallilu tahlil aytadi. Va yusalli ala nabiy sallallohu alayhi vasallam va yad'u li hajatihi. İki qo'lni ko'tarib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salom yo'llab duo talab qiladi. Hakada fa'ala sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda qilgan. Asli hadisda
Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kılgan Sahih Müslim'deki hadiste فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَى عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَيَدْعُوا بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوا. Dikkatli sanlamaya iki kolunu kötüye edip gelişnaman dua kılganı iki kolunu götüreş var. Biz Ma'an Hazretinin karıştığını bayan kıyacağda namazda kol götüreş babıda kol pakallam yetti orunda götürüldü diyen bir eserini, aciz bir eserini rivayet kıldık o. Şu yetti orunun birisi şu sabah tığıga çıkan çağda, dua kılan çağda kol götürdü o. وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ عَقِيبَ الثَّنَاءِ وَالصَّلَاةِ أَقْرَبُ إِلَى الْإِجَابَةِ فَيُقَدَّمَانَ عَلَيْهِ. Çünkü dua Allah Teala'ga hamd sana aytgandan keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud sallam yollagandan keyin kılınsa icabet kılışka en yakın. Şuna tilekimizni tileştim burun aldı bilen Allah Teala'ga hamd sana aytıp ondan keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud sallam yollap ondan keyin tileymiz. Bu yadılamamas. Başka arkanda dualan buldukken aldılan şu edep kaidini kılıtıp onundan keyin tilesek icabet kılışka tekam yakın. Şu dua kılgan çağda hamd sana bilen başlap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud salam olap ondan dua kılış hakkında Ebu Davud rivayet kılgan Şeyh Albani Sahih degan bir hadiste Fadala ibn Ubeyd radıyallahu anhu قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. Yana Tirmizi rivayet kılgan Şeyh Albani Hasan degan bir eserde Ömer radıyallahu anhu "Ed-du'a mevqufun beyne's-semai vel-ard la yu'taddu minhu şey'un hatta yusalla alen-nebi sallallahu aleyhi ve sellem" degan. Yani Hazreti Ali kullu du'an mahjubun hatta yusalla alen-nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bunu Baqi ibn Khallad marfu rivayet kılgan Şeyh Albani Sahih degan Sahihul Cami. Navaniken şu hamd sana ve durud bilen dua kılışның afzallikda şunda sahih hadis ve asarlar kelgan. Qala thumma yanhattu nahwa al-marwati ala hinatihi. Ondan keyin Marva tağı tarafga qarab aldırmay tövellaydi dedi. Bu ikki tağ Safa tağı Marva tağı. Bu tağda bak iz tağmamas, bir dondu. Hazır bu tağның Safa tağının 5 metrlik unda bir Kur'an taşlarını bir daire içine koyup qağınamasa şunu qışılan yoki marmar taş bilan qoplanib ketdi. Ikki tağ. Ikki tağının oraliqqa shunda to'llab o'tirib kelgan chaqda sal suvlari oqadigan batnul masil deb yaqin o'rindiga bunda ushaq taşlar siliqroq bo'ldi. Boshqa egiz yerlar sal egizpas bo'ldi. Şu arlık anla Hacer anımız tiz yugurib manga arlık. Bunun başka sal igizlep ketken yerde yuguramaydı. Şu arlıkka yeşil çırak bilan balık koyalım. Thumma yanhattu nahwa al-marwa ala hinatihi. Aldırmay salmaklık bilan mangab Marva tarafga tövellaydi. فإذا بلغ الميل الأخضر سعى حتى يجاوز الميل الآخر. Yeşil çırak kelgan çağda biron yeşil rangda turib qo'ygan bo'lsa, keyingi vaqtda yeşil çırak qo'yadi. Da matamdan atam qadar bunday yeşil çırak. Undan keyin ana 50-60 metrdagi yana bir yeşil çırak bor. Sa'a ildam ma'do yoki asta yuraydi. Hatta yujavizal mil al-akhar. Taki yana bir yeşil belgidan o'tib qo'yguncha, unda asta yuraydi. Mil degan söz bir belge degandek ma'noda. Agar bir kilometr, bir mil deymiz-ku, shuni ma'lum bir araliqqa belgi qilingan belgida iborat. Bu bir belge. Sahih Buxoriyda an Ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasul sallallohu alayhi vasallam kana yas'a batnal masili idza tafa bayna as-Safa wal Marwa.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Safa Marva oraliqida sa'i qilib o'tib, batnul masjid kelgan chaqda yuguraydi yoki ildam maqdi. Undan keyin mushu ikki yeshil chiroq oraliqi batnul masjid. Ya'ni burun ikki tog' desak, ikki tog'ning o'ttirishida chuqurlab eng chuqur yerda suv oqdi. Kelkin kelib qolsa, sel kelsa shu yerda oqdi. Shu yerda shunda bir tuzlanlik bo'lgan. Shu yerda yuguraydi. Nima uchun yuguraydi? Chunki shu joyda Hajar onamiz ana yugurgan. O'tganda degandek, o'sha haj faoliyatlar hammasi İbrahim alayhissalomning va undan keyin ba'zi ishlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan ishlari biz aynan shuni qilamiz. İbrahim alayhissalomningki fidokorligi, to'liq Alloh taolo o'zini topshirishi, buyruqliga darhol itoat qilib ijro qilishi, ashunda iymoniy holatni ulgu qilib turganligimiz uchun biz mushu faoliyatlarni İbrahim alayhissalomga ergishib ijro qilamiz dedik. Sara to'g'magan. İbrahim alayhissalom Sara onamiz bilan Iroq tarafdan Misr tarafga yoki mushu Sham va Misr tarafga hijrat qilgandan keyin bu Hajarni Alloh taolo İbrahim alayhissalomga va Sara onamizga xizmat qilgandan keyin Hajar İsmoil alayhissalomni tuqqan. İsmoil alayhissalomni tuqqandan keyin ayollar o'tirib bo'lgan kunda istiqoza sababidan va Alloh taoloning alohida bir o'rinlashtirishi bilan Hajar onamizni ashu Makkaga elib berib, shu yerga qo'yib ketdi. Qo'yib ketgan chaqda uning qishida ancha-muncha oziq-tulik narsa bor. Lekin hech qanday dildirax yoki jonliq yo'q bir cho'lda ishkadan tashlab qo'yib ketgandan keyin Hajar onamiz Ibrohim alayhisalomdan so'rgan. Alloh buyurdimi o'zlarini bizni shu odam yo'q o'rinda tashlab qo'yishga degandan keyin ha deganda qilib gapimga ketgan. Ha degandan keyin Hajar onamiz unda olsa Alloh taolo hargiz bizni zoya qilib o'tmaydi degan. To'liq ishonch bilan, to'liq tavakkul bilan shuni degan. Degandan keyin shu joyda oziq-tuliq tugab, usab, toza qiynalgan chaqda İsmoil alayhissalomning kichik shu chaqda, bo'lgan chaqda Hajar onamiz mush atrof bir insonlar bormidi, yo bir suvda bir narsa bormidi deb Safa tarafga chiqib, atrofni kuzatgan. Hech nima ko'rinmagandan keyin pastga tushib, tog'dan tushgan chaqda tizmamaydi. Asta tushib, tuzlanib kelgan chaqda ildamni yugurib mangandek mengab, undan keyin ana Marva tarafga chiqib, uyoqqa chiqib qaragan. Demak, ashunda qarab, yana atrofga berib qarab, bunda paypateklab ketgan chaqda Jibril alayhissalom tushib, puturlan bir yerda saplam Zamzam suyini chiqargan. Chiqargan ekan, Hajar onamiz keliblam voy suvni deb atrofini shunda to'pini yig'iblam buni to'sib olgan. Ya'ni bu yo'qolib ketmasin, sinib ketmasin. Sahih Buxoriyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo İsmoilning onasiga rahmat qilsin. Agar suvni yig'olmagan bo'lsa, to'sib bo'lsa, asli bu bunda etib chiqib oqilgan bo'lib ketdi. Yig'olganliklar mana turgan buloqqa aylangan. Hozir mushu sa'i qilish, sa'ining ichidagi ashi ikki yeshil belgi oraliqida yugurish, ashi Hajar onamizning qolgan sunnatimiz. Ya'ni ashu ayolning Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilganligi va tavakkul qilish bilan ashunda sababni qilganligi, Alloh taolo to'liq ishonganligi, shuning qarta Alloh taolo mushu zotningki ishlarini biz agishgan sunnat qilib mangu anda sunnatga aylantirgan. Yani bunun da sa'i qilish, bu ishlarda unda shakli bir ish ko'rangani bilan amniyatda bunun da haqiqiy tavakkul qilishni ügünülgen bir ülgüne doğrab qilamiz. Aşajaranımızdek. Aşında tavakkul qila oladigan bo'lish uchun va aşını darsini ilish uchun qildigan ibodat. Qala thumma yamshi ila al-marwati fayaf'alu kas-safa. Undan keyin Marvaga qarab mengib, Safoda nima qilgan bo'lsa shunda qiladi. Yani qo'lni ko'tarib, duo qilib, takbir, tahlil, hamd sana, durud, salom yo'llab, zikr o'qiydi. Hakada fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hatta oyatda inna safa val marwata min sha'airillah. Safa Marva Alloh taolo ibodatlik qilgan bir belgi alomatlardan. Yani İslamning bir ibodatning shuarlaridek narsalar.
Bu nima uchun desa, Hajar onamizningki haqiqiy tavakkul qilganligi va shu ishonch bilan sabat bilan tug'anligini bir obida sifatida saqlab qo'yish iborat. Qala va hada shawtun. Yani sapadın Merve'ge basa bir şavt hesaplandı. Bir kıtım beriş tamam bo'lgan bo'ldi. Yes'a sab'ata ashvat. Aşında 7 kıtım bo'z bo'ldi. 4 kıtım Merve'ge beriş, 3 kıtım Merve'den sapaga kelish bo'ldi. 7 kıtım tamam bo'lgan bo'ldi. Kema vasafna biz yuqorida isbotlagandek. Yabda'u bis-safa. Başlashda sapadan başlaydı. Çünkü Allah Teala mu kitabında safadan başlagan. İnna safa vel marvete min şairillah ve yahtimu bil marva ayet kelgandek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşında Merve bilan ayaklaştırgandek ayaklaştırdı. Fal meşyu beyne safa ilal marveti şawtun. Demek safadan Merve'ge basak bir qatımlık qatnaş tamam bo'lgan bo'ldi. Wal audatu min al marvati ila safa akharu. Merve'den safaga qaytsak yana bir qatim tamam bo'lgan bo'ldi. Yani berish kelish 2 hisob demak. Yani berish kelishning hammasi bir emas, 2 hisoblandi. Wa zakara at-Tahawi anna al-auda laysa bi shawtun. İmam Tahawi qaytish bir qatimlik qatnash hisoblanmaydi degan. Wa sharata al-bidayata fi kulli shawtin bis-safa. Har qatim başlashda safadan başlaysiz, safadan başdan Merve'ge berib, yani safaga qaytib kelsangiz, bir shawt tugaydi. Xuddi biz tavob qilgan vaqtimizda Hajarul Aswaddan boshlab, aynib yana Hajarul Aswad kelsak, bir shawt tugaganga o'xshash, bunda qiyos qilgan. İmam Tahawi va Shafiy mazhabdan ba'zi ulamolar shunday qarash bo'lgan. Tavobga qiyos qilib. Wal awwalu asah başta bayan qilgan qarash shu to'g'ri. Ana bu mazhabning shu qarashi hisob bo'lgan qarash shu. Jabir radhiyallohu anhuning hadisida bu biz yuqorida o'qigan shu kitobning aslida aytib qo'ydi mana hatta atal marvata fa fa'ala 'ala al-marvati kama fa'ala 'ala as-safa degan mushadismi Marvadan oyoqlashtirganligini ko'rsatdi. Nima uchun asah desa, li'annahu al-manqulul mutawarithu. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ashunda naql qilingan va xulafa rashidin, salaf solihlardan ta bugunga qadar musulmonlar amal qilib kelayotgan ish mushu. Bizning vujuddan chiqqan shu fiqh kitoblarini 20-30 yil o'rgatgan ulamolardan birisi chiqib, Imom Tahaviy degandek 14 qatim qatnashdi. Balki shu Imom Tahavining qarashini qilgan bo'lsin. Yoki shu isida qolgan bo'lsa, kitob o'qigan bo'lsa. Qala va li alla takhallala bayna kulli shawtayn ma la yu'taddu bihi. Nima uchun shu bizning qarashimizni sahihroq deymiz? Chunki Imom Tahavining degan bo'yicha elib aytsa, har bir shawt bilan burunqi qatnashning oraligiga emas narsadan birini qo'ygan bo'lmas. Safadan Marvaga berish bir shawt bo'ldi. Endi qaytib kelish bu shawtdan emas. Safadan yana boshlaydi, qaytib kelish undan emas. Oraligiga emas narsani qo'ygandek bo'ldi. Wal aslu fil ibadati al-ittisalu. İbadetlarda asl qoida bir-biriga ulashib kelish, tutishib kelish. Katta tavob mujunda va rak'at salah namozning rakatlarimi ashuna bir-biriga ulashib keldi. Oraliqda boshqa narsani qilish bo'lmaydi. Lekin bu bunun bo'g'ini asas dalil Rasulullah'dan ve sahabe kiramlardan, seleflerden emel kılınıp bunda evlat mı evlat kagellik'e aşan küçüktür. Mutavarak diyen Rasulullah'dan, Hulafâ Raşidin, sahabe ve selef ve bunun kinki her evlat Müslümanlardan bizge yetikagen şöyle. Qala thumma as-sa'yu bayna as-safa wal marwati wajibun. Safa Marvaning oraliqida sa'i qilishning, minishning hukmi vojibdir. Hanifi mazhabining qarashida vojib. Imom Ahmadning kelgan bir qarashdimi vojib. Savriymi shunday qaraydi. Undan keyin shu Safa Marvaning oraliqida sa'i qilmay qolsa, umra yoki haj qilgan tavob qilib, sa'ini unutib qolsa yoki qilmay, sa'i qilishni qilmaylan yutilib ketib qolsa, bir qo'y qon keladi. Vojibni tark qiladi. Cumhur ulamalarının karşısında sa'i rukn, farz, asas ibadetdir. Eğer sa'ini unutup ya kılmay, buna noktalasa bu çokum
kelar yili olsun, yana bir yil bağlanacak şu işni qilmasa, burunqi haji asosan haj bo'lmaydi. Yoki umri bo'lmaydi. Hozir o'shada Safa va Marvaning oraliqida sa'i qilish vojib yoki rukn desak, ba'zi sahoba tabiinlar sunnat deb qaragan. Bunda desak, o'sha hammasi nima ko'rsatadi? Hajir alayhissalomningki sharafi va uning bir o'rnini alohida ko'tarib taqdirlashga iborat. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam, yani vojib dedik. Bunun dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kutiba alaykumus sa'yu fas'au. Sizlarga sa'i qilish yozilib ketgan, shuna sa'i qilinglar degan bir buyruq bor. Buyruq vojibni ko'rsatadi. Va annahu khabaru ahadin fala yujibu rukniyya. Bu xabar vahid bo'lg'achqa, ya'ni mush hadis xabar vahid bo'lg'achqa, asl oyatda unda kelgan bo'lsa, is'auda farz bo'lib ketdi, ruknlikni bildirdi. Bu xabar vahid, ya'ni subut zanni bir dalil bilan kelgan bo'lg'achqa, farz va ruknlikni bildirmaydi. Lekin jumhur ulamolar farz va rukn deb turgan. Ammo vojiblikni bildiradi. Lekin biz vojib degan qarashni olamiz. Faqulna bil wujub. Şunu biz vacip dedik. Ve kavluhu Teala فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Aşağı ayette إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Safa Marva aralığında tavaf qilsa günah yo'q. Günah bo'lmaydi degan mushu Alloh taolaning so'zi rukni emas ekanligini ko'rsatadi. Safa Marva oraliqida sa'i qilishimi tavof deb ataydi. Tafa bis safa val marva yani tavof so'zini ishlatdi. Ya'ni sa'i demakchi. Mushu so'zimi yanfir rukniyat aydan buning rukni ekanligini nafiy qiladi. Yani ayetin ahirde qarasanglar "Faman tatawwa khayran fa innalloha shakirun alim." Tatawwa khayran dedigo, bir xil tatawwudak, bir ixtiyoriy qilgan ishdak bir ifoda bo'lgan ekan, bu ruknlikdan vojiblik deganga tushadi. Ibn Mas'ud va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhularningki qiraatida "Fala junaha alayhi alla yattawwafa bihima" deb. Safa Marva oraliqida sa'i qilmasa gunoh bo'lmaydi. Aslında yani günah yani fala günah aleyh. Hazreti Ayşe Sahih Bukhari'da sebebini düşündürüp koyduğunu, Urva, hatarlı bazı tabi'inler hata şunu falan çağda. Allah Teala fala günah aleyh yettavafe bima diken sa'i kılmışakın bulduken o, günah olmayken o, yani çağda bunda emez. Aslında Ensarla cahiliyette Hacık kase manat diyen butnun aldıkiler eşya lebbeyk Allahümme der anda lebbeyk to'laydigan aşağıma bir xil çoğunluğa işler battı. Bu manat Safa Marva arlıqıda yoki bir Safa tığıdımı şeydi. Anken keyin İslamiyet kelib Ensarlar İslamning jangchilarga aylangandan keyin bular haj kelgan chaqda manatmi buruna Safa Marvada batgo ashtag'ning birisi batdi. Onda tavaf qilsak qanday olar burunni cho'qingan butlashadi batdi. Hozir kelib tavaf qilsam xuddi burunqi ishlarimizni qilsagandek bulamizmi degan nima bo'lgan chaqda Alloh taolo sa'i qilgan vaqtida siz gunoh bo'lmaydi. Qo'ymay sa'i qilaveringlar degan ma'noda degan buni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sa'i qilishni sunnat qilib bekitib bergan. Yani bir haj umriningki qoidasi qilib bekitib bergan. Taşlasın buldu deganlik emas, haj umrining bir qoidasi bor. Deb Hazrat Ayşe bunun sebebini ko'rsatib qo'ygan. Yani rukni deyli, vojib deyli, zar buni qilmasak bo'lmaydi. Bilmaydi odam, qilmay qilayotgan aplar deb ham qilishi mumkin. Lekin bilgan odam cho'qim qilmasa, bu yerga biz nima uchun boramiz aslida? Shu hajjil bayt. Shuning uchun borgan ekan, qildigan shu. Buni tashlab qo'yish bo'lmaydi. والأفضل ترك السعي حتى يأتي به عقيب طواف الزيارة لأن السعي واجب. السعي كلش واجب. أم دسلب قيغانا شو طوافنا طواف الزيارة دقون يلغز هجبلش كاغان بوسن كلبلن بر طواف قلدو طواف الزيارة. يعني صلاة التحية ديگندك تحية المسجد ديگندك ياكي ömür qilmoqchi bo'lsa ömrning tavofini qilmoqchi bo'lsa shu tavof ziyaraga hisoblab ketadi.
Mufrat qilmoqchi odam, yolg'iz haj qilmoqchi odam kelib bilan tavoful qudum qildi. Qilgandan keyin oqidan sa'i qilishni tavoful ifoda kechiktirib qo'yish bo'ldi. Lekin umr qilmoqchi odam tavof qilib sa'i qiladi. Keyin undan haj uchun tavoful ifoda qilgan chaqda u chaqda tavoflam qiladi. Yoki sa'yni birga qiladi. Lekin tavoful qudum uchun ham tavof va sa'i qilmoqchi bo'lsa, sa'yni keyingi tavofga kechiktirib qo'ysa ruxsat. Balki charchab ketish majatdan afzal deymiz deydi. لأن السعي واجب. Çünkü sa'i qilish vojib. Va inna shur'a marratan wahida. Lekin sa'i qilish degan shu umr qilgan bir qatam, haj qilgan bir qatam bilan shunda yo'l qo'yilgan. Xohlagancha tavof qilgandan keyin sa'i qilish yo'q. Va tawaful qudum sunnah. Endi dastlab kelgan chaqda tawaful qudum sunnat. Shunam sa'i vojib bo'lgandan keyin tawaful qudum sunnat bo'lgandan keyin bu sunnat hozir ifrod qilganlik uchun, lekin umri qilib, undan keyin haj qilaman deganlik uchun sa'i qilish kerak. Hozir ifrod olib desak, dastlabda Ka'ba kelgan chaqda tawaful qudum qilish sunnat. Va la yuj'alul vajibu tab'an lis-sunnah. Endi vojib degan sunnatga ergishib kelmaydi. Vojib degan kuchlik, sunnatga ojiz bo'lg'achqa sunnatning ustiga qurilmaydi deb qaraydi Nabiy mazhabida. Xuddi nafla o'qiyotgan kishiga farz o'quvchi ixtido qilsa bo'lmaydi degandek. Va innama rukhisa fi zalik. Nima uchun mush sa'yni keyinga kechiktirishga ruxsat qildi desa, li anna yawman nahri yawma ishtighalin bil-dhabhi. Va innama rukhisa fi zalik degan tawaful qudumni qilib bilan oqidan sa'i qilishga nima shu ruxsat qildi? Ya'ni sunnatning oqid bilan vojibni qilishga nima shu ruxsat qildi? Chunki hech kuni tavoful ifoda qilgan kun yawm ishtighalin bil-zabhi var-ramy va g'ayri. Tosh etish, qurbonlik qilish va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan, jiddiy o'tgan kun bo'lg'achqa farubbama la yatafarragu lis-sa'i. U kunda sa'i qilolmay qoladi deb dastlab kelgan chaqdan tavoful qudumdan keyin sa'yni qilib deb ruxsat qilgan. Agar yetishib qolmayman degandim bilib qolsa, keyin qilgani yaxshi. Mushu sa'i uchun, Safa Marvaning orasida sa'i qilish uchun tahorat shart emas. Ammo tavof uchun tahorat shart. Ba'zi qarashda vojib, ba'zi qarashda shart. Ya'ni bu mazhabda vojib. Yani tavof uchun tahorat vojib. Jumhur ulamolar shart deb qaraydi. Lekin Safa Marva oralig'ida sa'i qilgan chaqda tahorat bo'lmasin bo'ldi. Tavof namozini kas qildim, soat qildi. Shunga masalan birisini tars sunib ketgan bo'lsa, chiqib yo sirtni tartib kirmasimi, tarasiz sa'i qilvasi bo'ldi. Albatta bu masjiddan shiroyib ketganlik uchun masjid tahorat bilan turish afzallikdan tahorat bo'lgan yaxshi. Lekin sa'yning gadini saqlab qolish uchun tahorat shart emas. Shunga tahorat shart bo'lmag'achqa hejdarlarni sa'i qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Oyshaga hej kirib qoldingizmi deb, siz hojil qilg'ashni hammani qiling, faqat bilan tavof qilmang deb tavof bilan cheklab qo'ygan, boshqasini qilsin bo'ldi. Endi odatda tavof qilgan vaqtimizda, masalan, haramda turgan vaqtimizda biz xohlagancha tavof qilamiz. Fursat bo'lsa, kunda 2 qatim yoki har namoz bo'lgancha 5 qatim, 6 qatimda tavof qilamiz. Bu tavofning fazilati nihoyat katta. Tavof qilibda tavofning aqdillarini sa'i qilib turish bormi yo'q. Nafla xohlagancha tavof qilsak, aqidan sa'i qilmaymiz. Qala va yustahabbu an yaqula 'inda khurujihi ila as-safa bismillah. Safaga mangan vaqtida munda desa yaxshi. Bismillah va salatu ala rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Allohumma iftah li abwab rahmatik va adkhilni fiha. Endi Safata qisqan chaqda va yaqulu ala as-safa Allahu akbar la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamd yuhyi va yumiit va huwa hayyun la yamut
بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله أهل التكبير والتحميد والتهليل لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد. Muşunda tekbir ve tahlil eytido dedi. Ve yes'alu havaicehu. Şunda tekbir tahlil etgandan keyin özünün bir tilekleri olup qalsa, elbette tilek buludu. Tilekçi olgan tileklerini şu yerda qilib oldu. Yani dünya ve ahiretlik yaxşılıklarını tilek dua qiladi. Ve iza nazala min as-safa Safadan şunda düşkenliken Safa deganimizda hozir shunda dönge chiqsak tehliketmaydigan tash bor. U dönge chiqib shu tash ko'rniga ko'rib, uni tashni tutib qilish kerak emas. Shu dönge azroq chiqqandan keyin hozir döngda shu Safa tig'ining ko'p qismi tash bilan, marmar tash bilan qoplanib ketgan. Azroq dönge chiqqandan keyin Ka'ba yuzini turib duo qilib tutlam tönge chiqgan. Marva tarafga qarab. Safadan Marva tarafga qarab tuvalligan chaqda munda deydi. Allohumma yassir li al-yusra wa jannibni al-usra waghfir li fil akhirati wal ula. Mush duoni o'qiydi. Bu duo Ibn Umar radhiyallohu anhudan kelgan. Ibn Umar radhiyallohu anhu Safa tarafga chiqqan chaqda munda duo qilgan. Allohumma ij'alna nuhibbak wa nuhibbu malaikataka wa anbiya'aka wa rusulak wa nuhibbu ibadaka as-salihin. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين آمين. Hafız ibn Hajar senedi sahih debbalga yani şahabın kâgen dua. Ve yaqulu fi sa'i qilayotgan chaqda mushunda duo qiladi. Albatta bu sa'i tavoftiki duoni kishi qiladi. Van to'lab yoki guruh ashunda ullik to'lab mutavattim bizsa bayroqni ko'tarib oldida yangrab bilan to'lab boshlanmiz ullik to'lab boshlig'i a'zosi bo'lmaydi. Hammadan aslida biz o'tganda deganda hajga berishingizga hajga bormoqchi bo'lgan kishini 2 oy kursda o'qitib, nima uchun borsiz? Borgandan keyin qaysi diqqat qilasiz? Qanday mevlani uzib kelasiz deb uni chiniqtirish lozim. Odatda kichik ishlar 3 oy o'qiydigan shopirlik kinishkalaysiz 3 oy kursda o'qiydigan ishlar ba'zilarda. Endi hajga borgan chaqda ashuni 2 oy tayyorlik qilish lozim. Bu xiyolga o'tirib, bu yil hajga vesiqas boramiz deb, biz voy chiqdi deb aytib bilan berib nima qilishni bilmayman, nima qilishni. 2 oy kursda o'qitib, buning hamma duosi yodlatib, hadisga kelgan duosi yodlatib, imtihonlab, imtihon o'tganini ondan apasa, shu chog'da haqiqiy hajning mevasini uzalaydi. Bo'lmasa unda aylanib kelib qoladi. Ullik desa boshqalarga azordigan, boshqalarning diqqatini chechiradigan bo'lsa, kishi deydi. Hammadan ugunib basa mutavaffiningki yo'lboshining takrorlab qilishning hojati yo'q. O'z ichida o'qiy oladi. Sa'i qilgan chog'da munda duo qiladi. Robbighfir warham va tajawaz amma ta'lam innaka antal azzul akram. Yani bir rivayette salaflarimizden kelgan rivayette ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Shunda duo qiladi. Bu hammasi shu salaflarimizden kelgan duolar. Safa Marva arliqida yoki tavof qilayotgan chog'da duo qilsa bo'ladi. Takbir, tahlil, tasbih esi bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam durud salom yo'llasi bo'ladi. Yoki Qur'on yodi bilsa, Qur'on o'qib mansi bo'ladi. Qur'on zikrning afzali. Ve yestaktiru min qawli subhanallah. Mushunda tasbih ve hamd sanolarni, tahlillarni ko'p aytadi. Subhanallah velhamdulillah ve la ilaha illallah. Ve yaqulu alal marvati misla safa. Marvaga chiqqan chog'da Safada degandek duolarni o'qiydi. Qala thumma yuqimu bi Makkah harama. Hozir umrini qilib bo'ldi, shunami? Umrini qilib bo'lgandan keyin
yoki tavoful qudumni qilib bo'ldi, aqldan sa'i qilib o'tdi. Bo'lgandan keyin bu kishi yolg'iz haj uchun ham ihrom bog'lab kelgan bo'lsa, hozir qilgani tavoful qudum bo'lib ketdi. Endi hajga ihromdan chiqmay unda saqlab turishi lozim. Ihromni qolatda turib 8-kuni Minoga manadi. Harama ya'ni ihromni qolatda Makkada saqlab turdi demakchi. Agar qiron uchun ihrom bog'lagan bo'lsa, ya'ni labbayk Allohumma bi umra va haj, umratan va hajja degandek haj umraga bir aqlam ihrom bog'lagan bo'lsa, hozir bo'lgani umr bo'ldi. Tavof qildi, sa'i qildi, umr bo'ldi. Bu kishi hajga qadar ihromdan chiqmay harom holatida turdi. Ya'ni ihromlik holatida turdi. 8-kuni Minoga manadi. Agar tamattu qilib, umr qilib, ihromdan chiqib kiyimini kiyib, ondan saqlab turib, ondan hajga ihrom bog'laydigan kelgan bo'lsa-chi, hozir qilib tavof sa'i qilib, umrni qilib bo'ldik, shashni tushitib yoki qisqartib, ihromdan chiqamiz, kiyimimizni kiyamiz, ondan 8-kuni ihrom bog'lab Minoga chiqamiz. O chaqda mundaymiz, "Tuma yuqimu bi Makkata halala." Mavamda ya mufrid yoki muqrin bo'lg'achqa hajni tamomlamaguncha ihromdan chiqmaydi. Yatufu bil bayti ma sha'a. Mush ihromni qolatda turgan vaqtida yoki ihromsiz, ihromdan chiqayotgan kishi Makka turgan holatda Ka'bani xohlagancha tavof qilib oldi. Sa'i yo'q, tavoflan. Li'annahu ibodat. Chunki bu bir ibodat va huwa afdalu min as-salah. Tavof qilish namozdan afzal va xususan lil afaqi. Bularni miqatning sirtidan kelganlar uchun, jiroq yurtlardan kelganlar uchun fursat va g'animat bo'lib tavof qilishni namoz o'qishdan afzalroq. Bundan ko'pchilik ulamolarning qarashi bu. Makkalik bo'lsa namoz o'qish afzal desa, sirtdan kelganlar davomliq bu tavof qilish fursatman ekan, mushkagan chaqda chiq tavof qilasan, haramga qilvasan deb tavofni qilasan, shu afzal deydi. Makkalik bo'lib qolsa namoz o'qish afzal. Nima shu degan chaqda tavofning fazilati va o'sha haram masjid namoz o'qishning fazilati haqida hadislar kelgan. Masalan, Imom Ahmad rivoyat qilgan, Shayx Albani sahih degan bir Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday degan: "Salatun fil masjidil harami afdalu min 100,000 salatin fi ma siwa." Masjid haramda o'qigan bir namoz boshqa o'rinlarda, boshqa masjidlarda o'qigan 100,000 namozdan afzal. Yani Tirmiziy rivoyat qilib, Shayx Albani sahih degan bir hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhudan shunda rivoyat qilingan. "Man tawafa bi hadal bayti usbu'a." Kimki mush baytni 7 qatim tavof qilsa, usbu degan 7 qatim tavof. Fa ahsahu, to'liq sanab turib 7 to'liq qilib tavof qilsa, kana ka'itqi raqaba. Bir qul azab qilgandek savob berishadi. La yada'u qadaman va la yarfa'u ukhra illa hattallohu anhu khati'ah va kataballohu biha hasana. Bir putini elib, bir putini shunda ko'tarsa, shu ish orqali Alloh taolo cho'qim uning bir gunohini yuvitadi va bir yaxshilik yozadi. Bundan her ikisi de afzal ibadetler. Ama namazdan bu tavaf afzal desek, namazdan belki başka mescitlerdeki o'xshash savobi shunda bo'lsa, tavafni afzal deyishimiz mumkin. Lekin bu yerda hozir bir namoz 100,000 namoz degan ekan, bu ikkisi bunda afzallikida baslashgandek bir. Bu qaysi afzal deyishda nima qilish ta'sir. Shunga bu her ikisi qo'ldan bermaslik uchun to'xtama tavof qilolmaydi. Og'rib keladi, charchaydi. Tavof qilib, arliqda namoz o'qib, tavof qilib, namoz o'qib, tavof qilib, namoz o'qibda chiqishni ilib olsam yaxshi. Lekin ko'pchilik ulamolar, bu mazhabning qarashi shu, Makkada turayotgan kishilar bo'lib qolsa, muqim turayotgan kishilar buningga namoz afzal, sirtdan kelgan bo'lib qolsa, bu bir fursat g'animat bo'lg'achqa tavof qilish afzal. Va yusalli li kulli tawafin rak'atayn. Har bir tavof uchun 2 rakat namoz o'qiydi. Ya'ni shu tavofdan keyin o'qilgan 2 rakat maqom Ibrohimniki namozini o'qiydi.
ولا يسعى بعده yani şu neple tavaptan keyin sa'i qilish yo'q. Sa'i qilmaydi. Safa Marva aralig'ida qatnamaydi. Lima bayyana. Çünkü biz yuqorida sa'i degan vojib, u bir qatim bilan yo'l qo'yilgan, ojizning ustiga kuchni bino qilishga bo'lmaydi degan. Ana şu tavapda ramal qilamiz-ku, ildam-ildamamiz. 3 qatimliq aylanishda ildam-ildamamiz. Safa Marva aralig'ida sa'ida yeşil belge aralig'ida ildam-ildamamiz. Bunu ayollar ildam-ildamamaydi. Normal mı? Ehramlıkmı bir mührümüzde esip koyumuz-ku, ayolların da mührüsüne çalışıyor. Yani ayollarla erlerinin önünde farkları var. Zikir tesbihini, duanı kılgançalı ayollar ünlükte olmaydı. Erlerin de hata ya dikkat kılmayı ünlükte olup kalsın, ayollar dikkat kılış lazım. Bundan başka muş aralıkka münasebetlik müstahap işler var. Mesela multezemde idamda esik turduğun. Multezem aslında koyup vermeyi tutup turduğun sözü. Multezem diyor aslında çın tutup turduğun cahil bu. Yani Hacer-ül Asad var rüknüyle Mekke'nin, Kabe'nin ki darvazası aralığı 1,5 metre, 2 metrelik aralık şu multezem. Bu anda köpçük ulemalar eşyanı tutup bizden tutup dua kıysa müstehab da paraydı. Bazı ulemalar Kabe'nin hiç yanında iltizam kıldığı şu yolda paraydı. Cumhur ulemalar bunun için Hanefi'nin bunun müstehab da paraydı. Muvatta'daki ise İbn Abbas radıyallahu anh dedi ma beyne rukni vel bab el multezem. Hacer-ül Asad var ruknidan Kabe'nin şikinin aralığı multezemdir. Yani aslında esip durup dua kılgan cay bunun uzunluğu 4 yaz. Yani 45 santimetre desek 2 metreye yakın bir narsa. Peki bu multezem hakkında hadisler, Resulullah'da hadisler kelgen bolsa mu? Acizullah bilen kelgen, lekin köp bolğaçqa bazı ulamalar hasan derecesiga yetidi deb qaragan. Yani bir ish Kabe'nin içine kirib, dua qilib, namoz o'qilib bo'lsa, kirib dua qilish imkon bo'lsa, shu. Hozir podshohdan boshqa bu mumkin emas. Lekin kirib qolgan taqdirda shu namoz o'qib, dua qilish Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgandek namoz va dua qiladi. Kabe kiramagan bo'lsa, hijr yoki hatim, fakat tambağı, tamşörü qo'yganing Kabe'nin temulan 6 gaz araliq Kabe gitar. Tamdan şuna himir emasa, ağı tamı çapmış bunu qilsa Kabe'nin sirti. 2,5 metre kadar araliq Kabe gitar. Kabe'nin temulan aldı turib namoz o'qsa, Kabe'nin işi qanday bo'ldi? Muşunu müstahab. Şu dua qilish, şu namoz o'qish, Kabe'nin işi namoz o'qgandek müstahab ishlardi. Bundan keyin zamzam suyini ichish. İmam Bukhari Ibn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste "Qala saqaytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min zamzam feşeribe ve huve qa'im." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamzamdan içken, o'tiribdan içken. Yani bazı hadislerde ma zamzam lima shuriba lahu. Qanday niyatda ichib qolsang, niyating bo'yicha endi foyda qildi degandek hadis bor. Ta'amu tu'min ve shifa saqmin deb kelgan. Uzuktulik tamak yeme aşık sonlan ismi uzuktulik buludu. Kesel olsa şifalı kılıdı. Onun başka şu makam İbrahim'de şirket namazı kılınırken dua kılışa. Maksatım bayan kıldım. Meşayich olsun. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.